Assalomu alaykum, janob prezident Shavkat Miromonovich. Sizga murojaat qilishimdan maqsad, men Navoiy viloyat Qiziltepa tuman fuqarosi Jamolov Alisher bilaman. Janob prezident, 2022-yildan buyon meni o'timga 30 sotiq yakka tartibdagi uy-joyim bor. 30 sotiq 2022-yildan buyon o'timga turibdi. Men o'sha yerni obod qilib, foydalanib yuribman, lekin kadastr hujjatlari 100% qo'limga. Ijtimoiy himoya xodimlari ham biladi, kelib o'rgangan kompyuterlardan menga ko'rsatgan, mahalla rais, mahallalar ham biladi. O'timga yer 100% turibdi. Lekin aybim, janob prezident, soliq to'lamayman. Negaki men ikkinchi guruh nogironiman. Sog'lig'im joyiga emasligi sababli nogironlarga sizni o'zingiz imtiyoz bergansiz, soliq to'lamayman yer solig'i. Shu sababdan foydalanib kadastr agentligi uchastka qilmoqchi bo'lib, shu yerni bu yog'iga yangi uchastka solmoqchi bo'lib, kelib ishlamoqchi bo'lsam agar kelibdi, noqonuniy bu yer davlatniki deyapti. Kadastr hujjatimni ko'rsatyapman, mendan noqon so'rayapti. Soliqdan xabarnomangizni ko'rsating deyapti. Xo'p deyapman, boribman kadastr qog'ozlarimni rasmga tushiryapman, hammasini tuman hokimiga, tuman hokim o'rinbosarlariga tashlayapman. O'timga haqiqatan ham borligi, qonuniy hujjatlarim borligini Telegram orqali hamma tashkilot rahbarlariga tashlab chiqyapman. Lekin bugun borib soliqni tekshiryapman, 15 sotiq chiqib o'tiribdi. Kadastr agentligiga murojaat qilyapman. Bu qanday bo'libdi? Kimni buyrug'i bilan bir kunga ham ijtimoiy himoya kompyuterdan, ham soliq kompyuterdan, ham boshqa kompyuterlardan o'timdan yer chiqib ketyapti. Shu 15 sotiq yerga noqonuniy narkotik ekilgan bo'lsa, kelib organ bo'lsa, ushlab bo'lsa, o'sha yer ham shu turishga yo'qotib yuborishning iloji bormi, yo'qmi deb kadastr agentligiga so'rayapman. Uni biza bilmaymiz deydi, tuman hokimidan borib so'rang deydi. Men kimga murojaat qilishim kerak? Iltimos, janob prezident, ana shu murojaatimga qonuniy yechim topishga yordam bering. Iltimos sizdan. 2022-yildan men o'timga turgan narsa 5 yildan keyin 15 sotiq o'timdan yo'qolib ketyapti. Men bularga savol bergan bilan savolga javob ham bera olmaydi, faqat savolga savol bilan javob qaytaradi. Ana kecha ham kelib o'tiribdi viloyat kadastr agentligidan. Buni borib hokimdan so'rang deydi. Bu hokimning nima ayblari bor bera? Hokimning aybi, gunohi nima bera? Bu kadastrchilarning aybiga hokim javob berishi mumkin emas-ku. Iltimos sizdan, janob prezident, yordam qiling menga. Shu masalaga oydinlik kiritib bering, iltimos sizdan.